nasulloha fanasiyahum. Ular Allohni unutdilar deyapti. Qarang, Xudo asrasin, Allohni unutdilar. Va la takunu kallazina nasulloh. Ey bandalar, ey odamlar, Allohni unutguvchi bo'lmanglar deyapti. Allohni qaysi yo'l bilan unutamiz? Mana bugun alhamdulillah mana shu yerda bitta g'ayri din yo'g'i, rus millati yo'g'i mana shu yerda. Koreys millati yo'g'i yoki boshqa ingliz, fransuz millati yo'g'i, hammasi musulmon millatimi? Musulmonmisizlar? Musulmonmisizlar? Nega bugun bomdod namozi o'qimaganlar bor oranglarda? Qaysi til bilan musulmonman deyapsiz? Musulmonchiligingizni qanday isbot qilib berasiz? Qani isbot qilib bering. Men bugun bomdod namozini o'qimadim, to'g'ri. Lekin men musulmonman dingda, kecha men 5 mahal namozni o'qimadim. Men musulmonman dingda isbot qilib bering. Guvoh ko'rsating, hujjat keltiring. Namoz o'qimasdan turib musulmonman deyishingiz shariatning qaysi qonuniga to'g'ri keladi? Qani aytingchi, qaysi qonuniga? Farzigami? Vojibigami? Mustahabigami? Sunnatigami? Haromgami? Makruhgami? Mubohgami? Qaysi qoidasiga to'g'ri keladi? Kecha aroq ichganlar yo'qmi oramizda? Kecha, oldingi kuni, o'tgan hafta ichganlar yo'qmi? Yangi yilni kutib aroq ichganlar yo'qmi? Kecha to'y qilib, to'yida aroq qo'yganlar yo'qmi? Shu musulmonning ishimi? Musulmon qiladigan ishimi? Undoq katta yo'lga chiqing, shaharga qarab yuring. Vino, vodka degan do'konlar bor. Bormi yo'qmi? Bor-a? Kirib ko'ringchi, o'ris savdo qilyaptimikin? Rossiyadan kelgan o'ris savdo qilyaptimikin? Shu aroqni sotayotgan o'rismikin? Pivani sotayotgan o'rismikin? Vinoni sotayotgan o'rismikin? O'rismi? Ko'rdinglarmi? Kim ko'rdi? O'sha joyga borib ko'ringchi, o'rislar kirib olyaptimi shuni arog'ini? Xudo rahim qilsin bizlarga. Xudo kechirsin bizlarni. Odam Safiulloh jannatda yemagin degan narsani yeb qo'ydilar. Onamiz momo Havoni ig'volariga kirib, shayton maslahatiga kirib, shu yemagin degan narsani yeb qo'ydilar. Avratlar ochilib dunyoga chiqib, Robbana zolamna anfusana va illam ta'fir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ey Parvardigor, biz nafsimizga zulm qilib qo'ydik. Robbi, sen agar bizlarga rahim qilmasang, sen birazlarni gunohimizni kechmasang, hasrat qilguvchilardan bo'lib qolamiz. Ey Robbi deb 300 yil yig'ladilar. Odam alayhissalom 300 yil bitta yemagin degan narsani yeb qo'yganliklar uchun 300 yil yig'ladilar. Odam alayhissalomni gunohlarni kechirilishiga umid bor, chunki u shahvat yuzasidan, qiziqish yuzasidan bo'lib qoldi deyapti. Kechirilishiga umid bor. Otangdan ibrat olmaysanmi? Ey nodon farzand inson deyapti. Otangga ibrat qilmaysanmi? Otangdan ibrat olmaysanmi? Bir marta yemagin degan narsani yeb qo'yganligi uchun avratlari ochilib, dunyoda 300 yil yig'lab jannatdan quvlandi. Sen har kuni necha marta ichyapsan? Xudo ichmagin degan narsani, yemagin degan narsani, chekmagin degan narsani necha marta chekyapsan? Sani holingga nima yog'ilar ekan? Sani qanaqa ahvolga tushar ekansan deyapti. Shaytondan ibrat olmaysanmi? Bir marta sajda qilmaganligi uchun jannatdan quvlandi-ya, toshbo'ron qilib la'natga uchradi-ya. Sen bir kunda 72 marta sajda qilmayapsan. Sani boshingga nima balo yog'ar ekan deyapti. Nima kutayotganligini bilyapsizlarmi? Namoz o'qimayotganlar. Sizlarga nima azob borligini bilyapsizlarmi? Aroq ichayotganlar, chekayotganlar, Xudoning qanaqa azobi, qanaqa va'idi borligini tushunmayapsizlarmi?
Alloh taoloni bugun bomdod o'qimaganlar unutdi. Agar shu gapdan keyin ham bugun peshinga bormasangiz, yana unutasiz. Asrni o'qimasangiz, yana unutasiz. Shom xuftonni o'qimasangiz, yana unutasiz. Buni kasriga Xudo sizni unutadi. Tamom. Xudo unutdimi, Xudo sizni eslamadimi? Bir tiyinga qimmat odammiz. Kim bo'lishimizdan qat'iy nazar. İnnal munafiquna humul fasiqun. Albatta bu munofiqlar fosiqlardir deyapti. Fafasaqa an amri robbih keladi Qur'onda. Shaytonga nisbatan aytilyapti. Shayton Allohga fosiq bo'ldi deyapti. Fosiqlikning ma'nosi Allohning xohishiga teskari ish qilgan kimsaga aytiladi. Alloh namoz o'qi deyaptimi? O'qimayapti. Alloh roza tut deyaptimi? Tutmayapti. Alloh zakot ber deyaptimi? Bermayapti. Alloh hajga borgin deyaptimi? Bormayapti. Ota-onangning xizmatini qil deyaptimi? Xo'rlayapti. Qarindosh urug'ga siylay rahim qil deyaptimi? Aloqani uzyapti. İçmagin deyaptimi? İçyapti, chekmagin deyaptimi? Chekyapti. Bular fosiqlardir. Fosiqlardir bular. Allohning xohishiga teskari yuradigan insonlarni fosiqlar deyiladi. Allohga qarama-qarshi yurgan insonlarni fosiqlar deyiladi. Shuncha gapdan keyin bugun namoz boshlamaysizmi? Bugun namoz o'qimaysizmi? Shuncha gapdan ham keyin. Shuncha gapdan ham keyin bugun chekish tashamaysizmi? İchish tashamaysizmi? O'sha mashi hududga yaqin joylarda agar musulmon bo'lsangiz, oranglarda bo'lsa, boyagi gapdan kelib chiqib, aroq do'konini bugun yopadi. Agar jannatdan umidingiz bo'lsa, bugun yopasiz. Bugun buni o'zgartirasiz kasb. Agar Allohdan qo'rqadigan bo'lsangiz, bugundan boshlab u joyga qadam bosmaysiz. Cho'ntagingizni qaradingiz. Qarasangiz nosvoyingiz tugab qopti. Sigaretingiz tugab qopti. Tugab qopti dedingizda, men bir ko'chaga chiqib bir aylanib sigaretni nosvoy olib kelib, shundoq turdingiz, turib o'sha aroq, sigaret yo nosvoy chekadigan joy 10 metrmi, 21 kilometr, 2 kilometrmi qarab yurdingiz, bilingki siz Allohga qarshi ketyapsiz. Allohga qarshi ketyapsiz. Qo'lingdan kelganini qil. Men buni chekaman. Mana, nima qo'lingda osmon bo'lsa tashavar deganingiz. Alloh arqonni uzun tashab qo'yadi. Nimaga? Va ilayhi turjon, qaytish ungadir. Erta baribir borasiz, dargohiga borasiz. Boshqa qochadigan joyingiz yo'q. Fafirru ilalloh deyapti. Shuning uchun ey bandalarim, Alloh tomoniga qochinglar deyapti. Allohdan qo'rqaylik. Allohdan ulug'lar qanaqa qo'rqishgan? Xudoni bilganlar qandoq qo'rqishgan? Qancha amali bo'la turib qandoq qo'rqishgan? Bitta oxirgi so'zimda bir narsani aytib beraman. Hazrati Hadisha onam radhiyallohu anha Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan 25 yil birga hayot kechirdilar. 25 yil davomida shu nonni ustida turgan sedanachalik Rasulullohga qarshi ish qilmadilar. Rasulullohning qalblariga shu sedanachalik, xafachilik keltirmadilar. Tasavvur qiling, mumkinmi shunaqa? Har kuni qancha azob beryapti xotinlarimiz, qancha dilimizni ranjityapti, qancha xafa qilyapti, qancha norozi qilyapti. Qarang, 25 yil davomida sedanachalik ranjitadigan ish qilmagan ekanlar. Oxirgi nafaslarida Hadisha onam yotibdilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam tepalarida o'tiribdilar. Zo'rg'a gapiryaptilar. Ey Allohning rasuli, Hadisha onam, ey Allohning rasuli, mana sizga aytadigan gaplarim bor. Eshitishingizni xohlayman. Ey Allohning rasuli, sizga vasiyatlarim bor, bajarishingizni xohlayman. Ayting,
Ey Hadisha, qancha gapingiz bo'lsa gapiring. Men eshitaman dedilar. Ey Allohning rasuli, men siz bilan turmush qurib, sizga bir munosib xizmat qila olmadim. Kamchiliklarimni kechiring dedilar. Meni afv qiling. Meni kechiring ey Allohning rasuli, qarang. İbtidoiy islomda oyatlar nozil bo'layotgan paytda Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hiro g'orida o'tiribdilar. G'orni og'zida Jabroil alayhisalom turibdilar. Ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, o pastda Makka tomondan vodiyda Hadisha sizni ko'rgani kelyapti. Ey Allohning rasuli, Hadishani qo'lida sizni yeyishligingiz uchun nimadir bor yo ichishligingiz uchun nimadir olib kelyapti. Hadisha huzuringizga kelgandan keyin Allohning salomini aytib Hadishaga jannat bashoratini bering degan ekanlar. Shu zot aytibdilarki, ey Allohning rasuli, meni kamchiliklarimni kechiring deyaptilar. Ey Hadisha, hech bir ayol siz qilgan xizmatni qila olmasdi deganlar. İkincisi ya Rasululloh, Fatima qizlarni ko'rsatib, mana bu qizim Fatima mendan keyin yetim bo'lib qoladi. Buni hech kim xafa qilmasin. Nurli yuzini hech kim so'ldirmasin, ko'zidan yosh oqizmasin. Quraysh ayollari bunga baqirmasin. Sizga vasiyat qilaman, Fatimani ehtiyot qiling degan ekanlar. Uchinchisi ya Rasululloh, men qabrdan qo'rqyapman degan ekanlar. Qabrdan qo'rqyapman ey Allohning rasuli. Sizdan bitta iltimosim bor. Sizga birinchi oyatlar nozil bo'lgan paytda ustingizga kiygan to'ningizni menga kafan qilsangiz degan ekanlar. So'ragan narsalarni qarasangchi azizlar, nima so'rayaptilar? Bo'ldi ey Hadisha, shu to'nimni sizga kafan qilaman deb to'nlarni olib kelib oldi. Xursand bo'ldilar, vafot topdilar, yuvdilar, tepalarda turdilar. Kafanlayotgan paytlarida o'sha to'nlarni kafan qilayotgan paytda Jabroil alayhisolatu vassalom kelib, ey Allohning rasuli, sizga Alloh salom etdi va aytdiki, Hadishani kafani bizdan deb aytdi. Hadisha bor bulini, bor butini, bor kuchini bizni rizoyimizga sarfladi, dinimizga sarfladi. Shuning uchun Hadishani kafani bizdan deb jannatdan bir kafan berib yubordi. Mana shu kafan deb Rasulullohga jannatdan kafan olib keldilar. Hazrati Hadisha onamning nisbatlari ikki kafan sohibasi degan laqablari bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu kafanlarga o'rab janozalarini o'qib qabrga qo'ydilarda, Hadisha onamni tepalarida shundoq oyoq tizzalarini tirab bir qancha 5-10 minut turgan ekanlar. Ey Allohning rasuli, boshqa bir insonlarni ham qabrga qo'yganingizda bu holatni qilmagan edingiz, nima uchun Hadishani tepasida turdingiz deganlarida, ey birodarlarim, qabr egasini tanimaydi, qabr Hadishani qisib qo'ymasin dedim degan ekanlar. Bizning nimamiz bor qabrga? Nima tayyorlab qo'ydik? Nimadan xotirjammiz? Nimaga qo'rqmaymiz? Nimaga qaytmaymiz birodarlar? Hadisha onamdek zot Allohning rizosini topgan, Alloh tomonidan jannat bashorati berilgan insonlar shundoq qo'rqib turibdilar-ku. Nimaga biz qo'rqmayapmiz? Nima deymiz Allohga, Robbimizga nima deb Rasulullohning huzurlariga qaysi bet bilan boramiz? Nima deb javob beramiz? Alloh bizni kechirsin. Alloh bizni mag'firat qilsin. Alloh bizni rahmatiga olsin. Parvardigor, otamiz odam qilib qo'ygan gunohlar uchun yig'ladilar. Nafsimizga zulm qilib qo'ydik, ey Robbim. Sen rahim qilmasang, sen mag'firat qilmasang, hasrat qilguvchilardan bo'lamiz dedilar. Bizlarga rahim qilgin, bizlarni mag'firatingga olgin.
ilohiy bandamiz bechoradirmiz, havoi nafs ila ovoradirmiz, erurmiz barcha isyonlarimizga iqror, musulmon o'g'li qilmas ishlarimiz bor. Birodarlar, zino qilib qo'ydik, aroqlar ichib qo'ydik, aroqlar qo'yib qo'ydik, boshqa gunohlar qilyapmiz, musulmon o'g'li qilmas ishlarimiz bor. Parvardigor, bizlarga tavfiq ber. Bizni qalbimizni o'zingdan qo'rqit, Parvardigor. Munofiqlik sifatidan asra, munofiqlik illatidan asra. Allohim, qalbimizda iymon davosida turibmiz. Sen shu iymonni haq degin, shu iymonni qabul qilgin. Parvardigor, xadimiy dargohingga boramiz. Xadimiy haqiqiy uyimizga kiramiz. Parvardigor, iymonimizni hamroh qilur. Bir kun dunyodan ketar kunimiz bor, yo bugun, yo erta. Xaridor keladi jonimizga. Jonni jonon so'rabdi, bermasak bo'lmas ey dil, chunki u na sanikidir, na maniki. Hazrati Bedil aytibdilar, ey qalbim, jonni jonon so'rayapti, jonni bergan zot so'rayapti. Bu bermasay bo'lmaydi, chunki u na saniki, na maniki, uni berish kerak. Berayotganda so'ramagan Parvardigor, olayotganda ham so'ramaydi. Daffatan kelib shundoq bo'g'adi, giribonimizdan bo'g'ib olib ketadi jonni. Sandan Parvardigor yolvorib so'rayman. Azroil alayhissalom bilan bizlarni joy namoz ustida uchrashtir, Parvardigor. Sajdada ro'para qil, tilovati Qur'onda ro'para qil, masjidga ketayotganimizda ro'para qil, Parvardigor. G'aflatda o'lib qolmaylik. Ichib vujudimizda aroq, og'zimizda aroq hidi bilan, sigaret, nosvoy hidi bilan seni huzuringga bormaylik. Parvardigor, biz sendan ko'p narsa so'rayotganimiz yo'q. Iymonimizni hamroh qilur, Parvardigor. Qabrga iymon bilan kirib ketaylik. Amali solihotlarimizni qabul qil. Xato